Hammaga assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari hamda kanalim kuzatuvchilaridan qadrdon aka-ukalar. Xudo xolasa mana begimiz sezonimiz boshlangan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana 100% toza yedirilgan begimizlarimizni mana Xudo xolasa olib chiqib namligini tushirib, Xudo xolasa elashni boshlaganmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, baland qilib olib chiqib to'kilyapti. Beraktarimizdan olib chiqib mana Xudo xolasa cho'lchanlari ajradi bularda. Ajragan toza begimizlarni olib chiqib tashlayapmiz. Sharachamizga sop-sop olib chiqilaveradi. Ana cho'lchanlari Xudo xolasa tozalanib bo'lgan. Mana cho'lchanlar, ajragan cho'lchanlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana yangi ozuqaga o'tib bo'lgan bular. Mana cho'lchanlar. Bular endi 1 yil mobaynida yana sekin qilaveradi. Yana ozginadan ozuqalarini berib, Xudo xolasa bir yildan keyin yana mana shunaqangi paytda begimizlarni olib chiqib yana ko'rishlaringiz mumkin. Zich holatda olib chiqib namligini tushirib elab sotilaveradi. Hamma beraktirimizga mana go'nglari, ozuqalar tashlangan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Cho'lchan ajrash uchun. Ana tayyor bo'lgan begimizlarimiz. Mana begimiz. Mana bu yerda cho'lchanlar ajrashni boshlagan. Mana begimiz bilan go'ngni aralig'ida mana cho'lchanlar. Mana yangi ozuqadagi mana ketgan uji. Mana vozillab mana cho'lchanlar. Ajratib olishning eng sodda va qulay usuli mana shu. Bir-biriga yopishgan joyiga go'ngni tashlab chiqaverasiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana cho'lchanlar, mashalloh. Mana cho'lchanlar уже ketgan mana yangi ozuqaga. Mana cho'lchanlar. Beraktirda ichida plus-minus где-то 10-15% cho'lchan qo'ygan. Qolgani hammasi yangi ozuqaga lashib o'tib bo'lgan. Begimizning ichida ozuqa yo'qligi hisobiga o'zini yangi ozuqaga urib o'tishi bo'lgan. Xudo xolasa ana shu bir 4 sotik joyimizdan bir yilga Xudo xolasa 40 tonna oshiqroq begimiz olishni rejalashtirganmiz. Xudo xolasa Alloh nasib qilgan bo'lsa, barakasini bersa 40 tonna bilan 50 tonna o'rtasida Xudo xolasa begimiz chiqaramiz bu yil. Begimizlarimiz tayyorlari ham bor. 05 setkada elanganlari. Nomerlar qo'yib qo'yamiz. Dehqon akalarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa
chiroyli qilib yilab qoplab beramiz. Begumislarimizning narxi 1700 so'mdan bo'lyapti. Tonnaga kelishtirib beramiz. Chiroyli qilib, xudo xolasa 1,5 so'mdan qilib beramiz. Chuvalchanglarimiz ham sotuvda zich holatda. Aloqaga chiqaverasizlar. Chuvalchanglarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Videomiz xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizga bittadan like bosib qo'yasizlar akalar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.